Assalomu alaykum azizlar. 1.350.000 so'm hamda 1.200.000 so'mlik mashinalar haqiqatmi kelgan to'lovi yo'qmi degan mijozlarimizga juda ham ko'p telefon qilishyapti-yu. Imенно YouTube'dan ko'p bo'lyapti shu savol. Instagramda ko'pchilik bilishadi. Lekin YouTube'da telefon qilayotganlar, "Aka, haqiqatan shunaqa summami? Kelgan oyma-oy to'lovi yo'qmi?" deyapti. Yo'q, unaqa emas. Misol uchun mana shu mashinamizda 1.350.000 so'm 1 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan, bitta bolaga mo'ljallangan model bo'ladi. Balonli yumshoq balon. Hozir zavat qilib beraman mashinamizni. Zavat bo'lishi. Oldi farqi o'chib bo'ladi. Balonli yumshoq balon, eshik ochilib yopiladi. Sidinniy kojinniy. Salon qismiga keladigan bo'lsa, salon qismida kachli funksiyasi bo'ladi. Fleshka o'qiydi, xilma xil muzikalar qo'ysanglar bo'ladi. Даже bu knomkalargacha ishlaydigan qilingan bo'ladi. Bu muzika chaladi. Bunisi signal. Signal kojinniy qilib ishlangan, orqa chiroqlari yonadi. 1.350.000 so'm dastavkasi alohida bo'ladi. Agar O'zbekiston bo'ylab yetkazish kerak bo'lsa, 200.000 so'mga yetkazib beramiz. Qorasi shu mashinamizni kelgan do'konimizda 1.200.000 modellar ham bor. Mana bu yo'l tanlanmas jiplarimiz 1.200.000 so'm. Bu ham bitta bola uchun mo'ljallangan. Buni podgalonisini ikkita qilib qo'yuradi. Bunga aldanmanglar. Sababi Xitoyliklarning shunaqa taktikasi bor. Lekin ichiga po faktu ikkita bola sig'maydi. Bitta bola uchun mo'ljallangan mashina biz yolg'on yashu kerak emas, to'g'risini aytib sotamiz. Internetda ham, do'konda ham bitta bola uchun mo'ljallangan, 1 yoshdan 4 yoshgacha foydalansa bo'ladi. Lekin juda chiroyli mashina. Podsvetkalari juda ham ko'p bo'ladi, balonli yumshoq. Sidinniy koja, ham gaz pedallar, ham po'latdan masofadan boshqarsangiz ham bo'ladi. Bu mashinamizdan fleshka o'qiydi, o'zida ham 10 xilcha, xilma-xil muzikalar qo'ysangiz bo'ladi. Bular hammasi bitta bola uchun mo'ljallangan, 1 yoshdan 4 yoshgacha mo'ljallangan modellar. Endi kattaroq modellar qiziq bo'lsa, mana bu Mercedes-Benz mashinamiz 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan. Bu ham yo'l tanlamas model. Summasi 2.200.000 so'm, dastavkamiz butun O'zbekiston bo'ylab bepul. Hozir eng yangi gelevagi mashinamiz keldi. Mana bu model bo'ladi. Brabus tuningi qilingan, summasi 3 million so'm, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul bo'lyapti. Eng yangi modelimiz hozir mana shu model, 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan, ichiga ikkita 2 yoshli bola sig'adi. Bu modelimizni eng oxirgi versiyadagi mashina. Hozir bu videoni qilishdan maqsad o'sha mana bu mashinalar haqiqatan shunaqa summami yo'qmi shu savolga javob berish edi. Ko'pchilik manzillar qayerda dedi? Manzilimizda Toshkent O'rg'izor bozor. Mana bu O'rg'izor bozori Stroygorod bo'lsa, mana bu yangi tushgan do'nglarni to'g'risida Avtokids degan etajli katta zdaniya. Shunaqa azizlar, agar shunaqa modelda kimga qiziq bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Biz optim summalarda taklif qilamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib ketinglar hamda jajja farzandi bor tanishlarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Ular uchun bu video aniq foydali bo'ladi.